qarab ko'ringlar-da. Hop, shunda siz tunga kiyib chiqing. Nima qilasiz sizga kiyinib, chinaqasiz, tez bilib ishingizni qiling, keyin yurasiz. Oyijon, sovuq-ku. Ja tilingiz yomon-da, sizga sirazi gap qaytaradi bu. Короче, qishki kunida sovuq suvda tashqarida ish qilsanglar chiniqasizlar. 20-30 ta arjimaniya yuborsanglar, vashi dahshat chiniqasizlar. Yo qayerda qaysi qaynona aytadi, ustingni kiymasdan tashqarida sovuq suvda ishla chiniqasan deb. Вообще нереальный video, dangali ko'rsang odam mana miyang tarmazet bo'lib qoladi, dangalicha. Dilnoza bu yoqqa keling. Hali ham yuvib bo'lmadingizmi? Ovqatingiz tayyor bo'lsa, suzing ovqatingizni. Oyijon, hali devor yuvib bo'lmadim, ovqat boshlamagandim hali. Muncha lalaygansiz, namcha lalaygansiz. Bu uyda hali ovqatdan tayyormas. Siz bu uyda xizmatkorsiz, xizmatkor, bilasizmi shuni? Kelinlar uyda xizmatkor ekan. Hali eshak uradigan qamchi bo'ladi. O'sha bilan kallasiga solib ishlatinglar kelinlar. Xizmatkorda kelinlar. Yo, men degan, zo'rman degan qaynona bo'lsa ham bor-ku, o'sha eshakdek qilib ishlatsa ham bor. Sen uyda xizmatkorsan demaydi-da, hech qachon yuziga qarab, "Davay naxo'san uyda xizmatkorsan" demaydi-da. Vashi nerealni javob beraman, nerealni videolar. Ham lalaygan bo'ladi, bu yetimcha boshidan menga yoqmagan o'zi. Ertalabdan beri shu bitta ishni qila olmaydi. Yo'qa ko'zimdan. Qayoqqa yo'qotaman, ona endi. Menga yoqmadi. Adasini chaqir. Yetimcha deb turib, otasini chaqir dedimi? Ha, u haydaveryapti-yu, endi qaynonasi, eri yo'q degan ma'noda aytdi shekilli, yetimcha dedi. Men bilmadim.